ham yegani bilmasdim, xolodilnikda saqlanishi kerakligini to mana shu podkastda ko'rmagunimgacha. Men doim buni oshxonada issiqda ko'zim oldida tursa unutib qo'ymayman, ichishimga qulay bo'ladi deb saqlab kelgan edim. Va yana omega-chasini, D3-chasini nima ichsangiz ham, agar jismoniy mashq bilan shug'ullanmasangiz, bu narsalar %100 foyda bermas ekan. Va eng foydali narsa biz yoshimiz o'tgan sayin kechib qo'yadigan yugurish. Mana shu narsani hammasi shu podkastda berilgan. Va keyingi podkastda SPF haqida o'rgandim. SPF 30+, 50+ qilib yozib qo'yadi-yu. Mana shu narsa, masalan, 30+ 300 daqiqa, 50+ 500 daqiqa deganini bildirar ekan va bu dermatolog ayolni aytishi bo'yicha, bu professor ayol, hech qanaqa namlantiruvchi krem shart emas ekan, SPFimiz agar yuzimizga to'g'ri kelayotgan bo'lsa. Va lekin mana shu qo'limdagi SPF menga to'g'risi yoqmadi, menga yoqmadi, boshqalarga yoqishi mumkin. Yuzimga xuddi klyonka surtgandek bo'ldim, achishtirib yubordi yuzimni. Balki meni terimga to'g'ri kelmagandir. Va buni bunga almashtirdim. E'tibor beringlar. O'zbekistonda mana shu narsani Padarginal deb chiqarishyapti. Xo'p, hayronman, Germaniyada Padarginal narsa sotmaydi. Menimcha bu Koreyani aholisini o'ziga alohida ishlab chiqarilgan narsa Germaniyaga ham dostavka qilinadi. Va yana bir qiziq fakt, bu Germaniyada eng arzon onlayn do'konda 16 yevroga oldim, O'zbekistonda 8 dollarga turibdi, 9 dollarga turibdi. Nima uchun Germaniyada bu 2 barobar qimmat? Sababi masalan Koreya yoki qaysi davlat boshqa davlatga biror bir narsasini sotayotganda o'sha davlatning o'rtacha oylikdan kelib chiqib sotadi. Shuning uchun, lekin aslida Germaniya uchun bu arzon. Xo'p, va yana O'zbekistonda bizda tushuncha bor-ku, apteka arzonroq, ko'chalardan ko'ra, ko'chadagi magazinlardan ko'ra deb aptekadan narsa olamiz. Germaniyada ham xuddi o'sha fikr bilan aptekaga kiribman-da, mana u kremni 87 yevro ekan, dollari где-то 100 dollarlar bo'ladi. Maqtasa men olman. Sotuvchi aytdi menga, onamning 8 ta bolasi bor, shuni surtgandan keyin yuzi juda ham o'zgarib ketdi dedi. Men to'g'risi tabiatan sodda odamman. Shipillab olman, uyga kelib qarasam, bu 41 yevro onlayn turibdi. Ya'ni Germaniyada onlayn xarid qilish anchagina arzon tushadi, yuzgacha olib kelib beradi. Kulgilisi bu 100 dollarga deyarli aylanayotgan krem, o'zini tan narxidan deyarli 2 barobar qimmatga olganman. Bu yerda esa 5 yevro, где-то 7 dollarga aylanayotgan krem, ikkovi ham yuzimga bir xil tushdi. Va kremlardan ishlatib xulosa qilamanki, o'zim uchun kremni qimmatiga emas, doimiy arzon bo'lsa ham muntazam ravishda ishlatilishi katta ahamiyatga ega ekan.